mani judayam ko'p fahm farosatli ayollar kuzatadi. Demak, assalomu alaykum Yashin TV YouTube kanalining aziz kuzatuvchilari. Bugungi studiyamiz qahramoni, mehmoni aktrisa, bloger Feruza Normatova. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hammalarga yaxshimisizlar? Tuzimmisizlar? Yaxshimisiz? Rahmat. Biz 2 kundan beri syomkani rejalashtiramiz va bugunga nasib qilgan ekan Feruza bilan intervyumiz va bugun Feruza o'zlariga doir hamma haqiqatlarni va shu bugungacha bo'lgan hamma haqiqatlarni ochiqlamoqchilar. Ochiqlamoqchiman, chunki har narsani chegarasi bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ko'pchilik insonlar haqiqatni bilmagandan keyin, ya'ni bizni hayotimizga taalluqli bo'lgan haqiqatlarni bilmagandan keyin oxirgi paytlar Instagramda chiqib turgan videolar, har xil rasmlarga negativ munosabat bildirish ko'payib ketdi. Boshida bu narsaga oddiy holdek qaradik. Mana oradan 6 oy o'tdi. To'yimiz bo'lganiga 6 oy bo'ldi. O'yladik, agar jim tursak, bu narsalar yo'q bo'lib ketadi bir kun. Odamlar gapirib qolib ketadi. Mayli, Alloh biladi, asosiysi haqiqatlarni bizga shu yetadi deb yurdik. Lekin borgan sari trenddan tushmayapmiz. Baribir hayotimizda nimadir voqealar bo'lib, Instagramga qo'yamiz, yana shu tema aylanadi. Yoki xo'jayinim nimadir qo'yadilar, surat qo'yadilar, yoki video joylaydilar, yana shu. Yoki boshqa saytlar bizni videolarimizni olib hozirgi kunda ko'p tarqatib yorishadi. Shunaqa videolar tarqalsa ham baribir qiziq-ku, kirib kommentariyasini o'qisak, yana shunaqa noto'g'ri fikrlar, ayniqsa xo'jayinim tomoniga juda ham ko'payib ketdi. Negativlar. Bu narsaga baham berish, buni oxiri bordir degan maqsad va bundan ham ko'ra asosiysi, qayerda fitna tarqalsa, yolg'on tarqalsa, uni oldini olib qo'yish, haqiqatni aytib qo'yish bizni vazifamiz. Va bugun hamma haqiqatni ochiqlaysiz, to'g'rimi? Albatta, bugun hamma haqiqatlarni ochiq oydin aytaman. Bu muammolardan charchaganimizdan ham fitnani oldini olish maqsadida bilib bilmasdan ko'pgina insonlar dunyo va oxiratiga zarar bo'ladigan gaplarni gapirib, shunaqa ishlarni qilib qo'ymasin. Chunki ahli musulmonlar ko'p, bizni kuzatuvchilarimiz ko'p, fitnalarga aldanib, mani sha'nimga, oilamiz sha'niga, oyijon, adajon sha'niga, xo'jayinimlarni sha'niga noto'g'ri gaplar gapirib, o'ziga bir zarar yetkazmasin degan maqsadda bu